Demek kol pençe keftini psoriaz keselligi, barmak deformatsiyaga uchragan. Yine şu barmakla açınkan emletip yine açıla mı? Yok, açılmaydı. Dırnak psoriazım bu. Demek bu çep ayakның ahvalı. Yine bimarımızda demek 3. gün liçinesi böyle yine yarıklar, postlar, dım köpedi, ahvalı ağırdı. Do'stlar kelinglar, sizlar bilan bugun ochiqchasini gaplashamiz. Agar odamda deri kasalligi bo'ladigan bo'lsa, terida oq dog'lar bo'ladigan bo'lsa yoki bo'lmasa qandaydir bir nuqsonlar bo'ladigan bo'lsa, devarak atrofimizdagi odamlarga ko'rsatmaslikka harakat qilamiz. Bu novi deri kasalliklari. Masalan, teridagi oq dog'lar, so'gal chiqishi, kaftni qichishi, ya'ni qo'limizni oyasini qichishi va hokazo buningdek kasalliklar dim ko'p. Farhod xususiy klinikasi. Men o'zim girib turib, shu yerdagi yangi tipdagi apparatlarini ko'rib turib, hayron qoldim. Bu yerda nafaqatgina siz teri kasalliklarini, balkim prostata bezini shamollashlari, eng asosiysi bugungi kunda ko'pchilikda bo'lishi mumkin. Eng asosiysi befarzandlikni ham aynan shu yerda davolaydi ekanlar. Befarzandlikni elektromassaj yo'li bilan samarali davolaydigan klinikaga keldik. Esa içandan sizlarga xudo xohlasa ozroq ko'rsatishga harakat qilaman. Ekranda telefon raqamlar bo'ladi. Farhod aka, endi biza shu kattalar deri kasalliklari haqida ko'p eshitganmizdan, hech bir yosh bolalarni teri kasalligi haqida informatsiya juda ham kam. Shu haqida bir ma'lumot bersangiz. Rahmat. Yosh bolalarning teri kasalliklar bilan kelib chiqishining birinchi omili bu homiladorlik vaqtida allergiyaga sabab bo'luvchi mahsulotlarni ko'p miqdorda yeyish. Haddan ziyod ko'p yeyish oqibatini kelib chiqadi. Bularga sitrus mevalar, har xil dukkakli mevalar, har xil rangli, gazli napitkalarni ichish oqibati, har xil fast food va shunga o'xshagan mahsulotlarni ko'p yeyish oqibatida kelib chiqadi. Buning sababi ona organizmi bu mahsulotlarni hazm qilib biladi, lekin bola organizmi homiladorlik davrida bu mahsulotlarni organizmi qabul qilish sharoiti bo'lmaydi, ya'ni qabul qilib bilmaydi. Buning natijasida tug'ilgandan keyin bu bolalarda allergik reaksiyalar hosil bo'ladi. Bu bilan biz masalan yine chilla kasalligini misol qilishimiz mumkin. Ko'p odam shundan jabr chekadi. Masalan bizda hozir shu teri kasalliklari bo'ldi, sirazi yosh kattalar kir sovunga yuv va boshqa shunga o'xshagan narsalar bilan cheklanib qo'yadilar. Lekin hozir yosh bolalarning ham maxsus sovunlari bor. Ya'ni bu maxsus sovunlar teri kasalliklarini davolash maqsadida ishlatiladi. Doktor, endi uzoq yillardan beri shu teri kasalliklaridan shubha topolmay turganlar haqida nima deysiz? Shunday kasallarga nima degan bo'ladingiz? Uzoq yillardan beri shifo topolmayotgan bemorlarimizni aytaradim bir maxsus lechinalarimiz bor. Ya'ni bu fizioterapevtik lechinamiz. Masalan, uzoq yillar davomida kasallangan bemorlarda terisinde jarohatlangan yerda modda almashish buziladi, qon aylanish buziladi. Teridagi hujayralarda kislorod ta'minoti kamayadi. Endi fizioterapiya qilinganda shu yerga dori mahsulotlari, kislorod, oziq moddalar, kerakli dori-darmonlar yetarlicha yetib borib, u yerni bartaraf qiladi. Teri kasallari bu faqat tashqi muammo emas. Ya'ni ichki a'zolarning muammolarining yig'indisi natijasida teri kasalliklar kelib chiqadi. Mesela kattalar bilan yosh bolalarni davolashda farqi. Yosh bolalar kam o'ylanadi. Tez yaxshi bo'ladi. Katta odam yaxshi bo'lamanmi, yo'qmi, ta'sir etmaykan deb ko'p asablashib, asab ruhiy sistemasi zo'riqadi. Natijada dori-darmonlarning ta'siri sustroq seziladi. Aytiladi-ku, tana bilan boshni davolab bo'lmaydi, ya'ni miyani. Lekin bosh miya, ya'ni bosh bilan tanani davolash mumkin. Bu yerda odamni psixologik, ruhiy sistemani zo'riqishini kamaytirib, teri kasalliklarini davolasa effekt natija bo'ladi. Bu yerda qo'shimcha yana fizioterapiya qo'shiladi. Hozir bizlarda ko'p yildan beri, ya'ni 3-sinfdan beri yaxshi bo'lmagan, qo'llari kontraktura bo'lgan, ya'ni ularni bukilishi qiynalgan bir bemorimiz keldi. Xudo xolasa hozir yana bugun 3-kuni lechinasi natijasini hozir ko'rasizlar, xudo xolasa. Yine bemorimiz, yine 3-sinfdan beri, shunday dedingiz, o'zingiz aytib bering. 3-sinfdan beri chiqib yuruydi. Mana hozir Xudoga shukr yaxshi. Bugun lechinamizning 3-kuni, Endi bu yerda nechik holat bo'lgan? Men buni hozir oldingi rasmni hozir ko'rsatib o'tamiz. Demek kol pençe keftini psoriaz kasalligi, barmak deformatsiyaga uchragan. Şu barmakla açınkan emletip
Yine açıla mı? Yok, açılmadı. Demek deri kalınlaşkan. Demek bu kızımızı doğalayımız. Bu kolunu açıp bulamıyor şimdi. Açıp bulamıyor. Yok dedi yine. Çiğil boğan mı kesele? 3. sınıf. 3. sınıfta. Boş. Ve ayak pencedeki ahval. Yine yoruklar. O şimdi dırnakını göremiz. Dırnak pısar yazan bu. Demek bu çöp ayak. Çöp ayakның ahvalı. 3. sınıftan beri cebirlenip yaratır. Kızımız yine. Bu da halasa. Kan tırnaklı görün kanı. Boş. Demek tırnak ham zararlangan. Yine bimarımızda demek 3. gün liçinesi böyle yine yarıklar, postlar, dım köpedi, ahvalı ağırdı. Xuda halasa bunu videosu var. Bir de deri katkan ayrıklar var idi. Demek kol yaxşı açılmıydı. Yine hazır yaxşı açılıp başladı. Yine bir yana diğerli açılmıydı. Kol üçün et açılışı gerek. Siz katta açın. Yine açılmıydı. Sebep uzak illerden beri yalıqlanış cereyanı. Yani terideki muamma. Terideki muammalar birdeki bükümünü bızgan. Sebep birler yarık boğan. Yarık. Çandık boğan. Menşürlerde yine çandıkla ba yine. Demek birlerde allergik reaksiya uzak illerden beri, yani 3. sınıftan beri şunun boğan. Bunun akıbetinde demek teride, bükümlerde, bu svyaska dediğimiz şularda özgerişle boğan. Şunun az yaxşımız? Havam yaxşı. Bir 3. gün liçenenizde. Havam 3. gün. Davullu musunuz? Yani memnun musunuz? Farhat Şifa Klinikasından memnunum. Rahmat şu dereceye yetib kelgani uchun. Yaxşı, sizə şifa dilimiz. Yine bimarımızda sürünkeli, uzak illerden beri devam etki yatırgan psoriaz keserligi var idi. Şimdi psoriaz keserligi oldığını halatmaz. Bu hazır 4. günü. Davalanışımızda 4. günü. Teriler yine yumuşakan. Yine teriler yumuşakan. Yine. Hazır yaxşı. Özünüz fikrinizden aytın. Mana Farhat klinikasına katta rahmat. Kelganimda ahvolim yaxshi emas edi. Keyfiyetine mi aytın? Kayfiyatim yaxshi emas edi. Endi hozir yaxshi. Xudoga minnatlar shukr. Rahmat, sizlarning ishlaringizga rivoj tilayman. Rahmet sizə şifasını versin.